Assalomu alaykum Azizbek Olimjonov kanalining qadrli obunachilari. Hammangizga kun xayrli bo'lsin deya do'stlar. Hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasiga yetib kelganmiz azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga yangi oktyabr va noyabr oylariga yangi umra narxlarini e'tiborlarga havola etib boramiz. Albatta video boshidan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka va opa-singillarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni Azizbekning o'zi bilan birgalikda davom ettiramiz. Azizbek, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Charchamayapsizmi ishlar bilan? Salomon. Azizbek, xo'p, hozirgi kunda safarimiz necha kunlik bo'ladi va qayerlarda bo'ladi? Shular haqida ma'lumotlarni berib o'tsangiz. Safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Makkada 3 mahal o'zimizning milliy taomlar beriladi. Xudo xolasa. O'zimizning powerlarimiz xizmatda bo'lishadi, xudo xolasa. Xo'p, hozirgi kunda qachon qayerdan reyslarimiz mavjud? Ya'ni oktyabr va noyabr oylariga. Xo'p, Farg'onadan 17, 24, 25, 29, 31 oktyabr kunlari reyslarimiz bor. Namangandan 19, 26, 31 kuni reyslarimiz bor. Yana bitta yangilik, 1-noyabr kuni Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha ham reysimiz yo'lga qo'yildi. Ya'ni noyabr oyiga ham qabullar boshlandi, xudo xolasa. Xo'p, 14 kun safar mobaynida qayerlarga boriladi? Bularni ham bir qator aytib o'tib ketsangiz. Madinada payg'ambarimiz ravzalari ziyorat qilinadi, Qur'on bosmaxonasi, Xurmo bog'i ziyorat qilinadi. Makkada Toyib shahri va Qizil dengiz ziyorat qiladi. Bundan tashqari yana ziyoratgohlar bor. Mutaxassis 50 boshlarimiz o'zlari o'sha misol Farg'onadan tushadigan bo'lsa, Farg'onadan olib borib, olib kelib, yo'l yo'riqlar ko'rsatib, tushuntirib berishadi. Xudo xolasa. Ya'ni parvozlarimiz to'g'ridan-to'g'ri bo'ladi, primo, hech qanday persatkalar bo'lmaydi. Xudo xolasa primoy bo'ladi. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agar siz ham ota-onangizni va oila a'zolaringiz bilan birgalikda umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'z joyingizni bron qilishingiz mumkin. To'g'risi sizlarga biz ishonchli va garantiyali tur firma ko'rsatamiz, ya'ni Centrum Holidaysni tavsiya beramiz. Bemalol ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib ham o'z joyingizni bron qilishlaring mumkin. Xo'p, Azizbek 14 kun safar mobaynida aytib o'tib ketildi, ya'ni ziyoratlar, sayohatlar bo'ladi. Bundan tashqari gostinitsa oraliq masofalarimiz qanday bo'ladi? Madinada 300 metr atrofida bo'ladi, Makkada 1,5 kilometr atrofida bo'ladi. 5 mahal namozga avtobuslarimiz bor. Yoshroq aka-ukalarimiz uchun piyoda borib kelsa ham bo'ladi. Bir 10 minut, 15 minutda haramda bo'lishadi. Xudo xolasa, bunda qiyinchiliklar bo'lmaydi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqinglar. Agarda musofirdan kuzatib turgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol Telegram, WhatsApp orqali ham joylaringizni bron qilishlaring mumkin. Biz sizlarga qo'limizdan kelganicha chegirmalar qilib berishga harakat qilinadi. Xo'p, Azizbek, hozirgi kunda o'sha aytib o'tib ketilgan sanalarga Vodiy va Toshkent yo'nalishlari bo'yicha narxlarimiz necha pul? Xo'p, mana oktyabr oyi uchun xo'p, Farg'ona bilan Namangandan 1050 dollar qilib beramiz. Toshkentdan 950 dollar qilib beramiz. Toshkentdan 950 dollar qilib beriladi. Bundan tashqari noyabr oyigachi? 1-noyabrga Farg'ona Madina yo'nalishimiz bor. Uni 1100 dollar qilib beramiz. 1100 qilib beriladi. Yana misol uchun mana shu kanalingizdan ko'rib chiqqanlar bo'lsa, chegirmalar ham qilib berasizmi? Aloqa chiqsa, misol 5 ta 10 ta odam bo'ladigan bo'lsa, boshqa bitta chegirma qilib beramiz. Agar bitta guruhga bo'lib, misol aka-ukalar, qarindosh-urug'lar bo'ladigan bo'lsa, 35 kishi bo'lsa, 36nisini bepul qilib beramiz. Xudo xolasa, bonuslar bo'ladi albatta. Hurmatli obunachilar, bog'laninglar, hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Xo'p, Azizbek, to'lovlarni qanday amalga oshiriladi? To'lovlarni Telegramdan bizga aloqa chiqsa, mana shunaqa bank shot raqamini tashlab beramiz. Eng yaqin bankka borib to'lov qilib berishadi. Screenshot o'sha chekin tashlatsa, bizga zagan pasport tashlatsa, biz joylarni band qilib chiroq qilib beramiz. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, bog'laninglar, aloqaga chiqinglar. Azizbek Olimjonov kanalidan aslo uzoqlashmanglar. Agarda obuna bo'lmaganlar bo'lsa, obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlashdan to'xtamanglar azizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Azizbek, sizga ham rahmat. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling, rahmat.